Bir hafta oldin biz Zominga tashrif buyurdik. Ichki turizmni rivojlantirish uchun biz borib, har xil joylarga ekskursiyalarga, mehmonxonalar bilan shartnoma qilib keldik. Premium jihatda yoki full lyuks turlarimiz bor. Imенно Zomin bo'yicha. Yoqqa borib nima qilishadi? Toshkent shahrining o'zidan avtobuslarimiz Zominga to'g'ridan-to'g'ri reys orqali ketishadi. Siz Zominga ichki turga bormoqchisiz. Qanaqa ekskursiyalarga yo'lda maza qilib, nima deysa, duch kelasiz. Xo'p, birinchi bo'lib turib Sherbuloqqa yo'lingiz tushadi. Keyin Zominni o'ziga yarasha kanalkasi bor. Borib qaytishi u yoqdan pastdan ajoyib bo'lgan prirodalar ko'rinadi. Keyin Zline ga chiqishingiz mumkin. O'ziga yarasha atmosferasi, keyin odam haqiqatdan drayv oladida. Keyin osma ko'prik bor. Juda ham balandlik. Men o'zim boshida chiqqanimda 10 qadam yurganimdan keyin boshim aylandi to'g'risi ozgina. Keyin qaytishimizda yaxshi bo'ldi. Havo almashdi, miyaga yaxshi kislorod keldi. Odamni yanada ishga yoki o'qishiga bo'lgan ehtiyoji yoki anaqasi motivatsiyasi oshadi. Xo'p, keyingisi tuzli g'orlar bor. Zomin sanatoriyasi bo'yicha tuzli g'orlar. Yoqqa ham tashrif buyurasiz. Eng asosan tabiatda shunaqa zo'r Qirg'iz degan joy bor ekan. Odamsimon toshlar. Keyin hech qanaqa mikrofoni yoki egasi yo'q. Haqiqatdan yovvoyi otlar. Biz yo'lda ko'rdik 50 dan oshiq otlar. Haqiqatdan. Ular ham qatorma-qator yurishlari o'ziga yarasha ajoyib. Masalan, Afrikada sherlarni ko'rsangiz, jonli, to'dasi bilan, keyin yo'l boshchisi bilan yurgandek. Atmosferasi ajoyibda. Keyin yoqdagi tabiati ham. Keyin biz Zominda 5 yulduzli, 4 yulduzli, 3 yulduzli mehmonxonalar bilan shartnoma tuzib keldik. O'zida korxona va kompaniyalari budjetidan kelib chiqqan holatda har xil mehmonxonalarda bron qilib, bemalol Zominga tur bilan maza qilib kompaniya bilan aylanib kelishlari mumkin. Agar siz premium tarifni olsangiz, shvedskiy stol bo'ladi. Buning ichiga o'zini fitness zallari, basseynlari, saunalari, tuzli g'orlari, finskiy sauna, tureyskiy saunalar hammasi kirib o'tadi. Katta-katta korxona va kompaniyalar maza qilib borib Zominga o'zini nima desa bo'ladi, kashf qilsa bo'ladi. Dam olishni hammaga maslahat berib o'tamiz. Hurmatli korxona va kompaniyalar, agar sizlar ham dam olish kunlari ichki turizm bo'yicha Zominga sayohatga chiqmoqchi bo'lsangiz, bizga murojaat qiling. Biz sizlarga zo'r narxda ajoyib turlarni tashkil qilib beramiz.